Assalomu alaykum. Bugungi to'xtalib o'tgan mavzumiz xodimni ish vaqtidan tashqari uning roziligisiz ishga jalb qilish to'g'risida bo'ladi. Ish beruvchi, ya'ni korxona yoki tashkilot rahbari tomonidan xodimni ish vaqtidan tashqari ishga jalb etish, bu ish vaqtidan tashqari ishga jalb etish deb hisoblanadi. Qonun bo'yicha ish beruvchi ish vaqtidan tashqari ishga jalb qilishda uning yozma roziligini olib jalb etish shart bo'ladi. Lekin ish beruvchi tomonidan xodimning yozma roziligisiz ish vaqtidan tashqari ishga jalb etishda yo'l qo'yiladi. Bunday holatlarda qonunchilikda istisno holatlari mavjud bo'ladi. Bularga tabiiy yoki texnik xususiyatga ega bo'lgan halokatlar bo'lganda, ishlab chiqarishdagi avariyalar bo'lganda, baxtsiz hodisalar bo'lganda, yong'inlar, toshqinlar, zilzilalar bo'lganda, epidemiyalar yoki epizootiyalarni yoki buning oqibatda bartaraf etishga aholi yoki aholining bir qismining hayotiga yoki normal yashash sharoitlariga tahdid soladigan boshqa alohida holatlar bajarilayotganda ishlarni amalga oshirishda ish beruvchi xodimni roziligisiz ishga jalb etadi. Markazlashtirilgan issiq suv ta'minoti, sovuq suv ta'minoti yoki suv chiqarish tizimlarining gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti, yoritish, transport, aloqa tizimlari normal ishlashining buzilganligi kutilayotganligi, bularni bartaraf etishga doir zarur ishlarni amalga oshirishda ish beruvchi xodimning roziligisiz ishga jalb qiladi. Bunday holatlarda ish beruvchi tomonidan xodimning ish vaqtidan tashqari ishga jalb etishda xodimning mehnat vazifalari doirasida amalga oshiriladi. Agarda ishda tanaffusga yo'l qo'yilmasa, smena almashayotganda xodim kelmay qolganda ishni davom ettirish uchun ish beruvchi zudlik bilan smenachini boshqa xodim bilan almashtirish choralarini ko'rish shart bo'ladi. Bunday holatlarda ham xodimning mehnat vazifasi doirasida yo'l qo'yiladi. Shuningdek, xodimni ish smenasi davomiyligi 12 soat bo'lganda ish sharoitlari o'ta zararli va o'ta xavfli ishlarda ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb qilinmaydi. Ish vaqtidan tashqari ishga jalb etishda mehnat kodeksida belgilangan cheklovlarga rioya etilgan holda amalga oshiriladi. Bunda homilador ayollar, 14 yoshga to'lmagan bolani yoki 16 yoshga to'lmagan nogironligi bo'lgan bolalarni ota-onasidan biri yoki ota-onasini o'rnini bosuvchi shaxslardan faqat uning yozma roziligi bilan amalga oshirilishi mumkin. Qarang, ish beruvchi mazkur ishlarni bajarishda voz kechish huquqini xodimga xabardor qilish shart. 18 yoshga to'lmagan xodimlarni ish vaqtidan tashqari ishga jalb etish taqiqlanadi. Nogironligi bo'lgan xodimlarni ish vaqtidan tashqari ishga jalb etishda uning roziligi bilan jalb etiladi. Lekin tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining tavsiyalarida taqiqlanmagan bo'lsagina yo'l qo'yiladi bunday holatlarda. Ish vaqtidan tashqari ish uchun kompensatsiya va haq to'lashga keladigan bo'lsak, ish vaqtidan tashqari ishni bir kunda birinchi 2 soat uchun kamida 1,5 hissa oylik ish haqi. 2 soatdan ortiq qismi uchun kamida 2 hissadan ortiq yoki 2 hissa haq to'lanadi. Mehnat sharoitlari noqulay bo'lganda har bir soat uchun kamida 2 hissa miqdorda to'lanadi. Korxonaning jamoa shartnomasida yoki mehnat shartnomasida ish vaqtidan tashqari uchun qo'shimcha to'lovlar yuqoriroq miqdorda nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladiki, xodimning xohishiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ish uchun oshirilgan haq to'lash o'rnini ish vaqtidan tashqari ishlab berilgan vaqtning davomiyligiga muvofiq keladigan qo'shimcha dam olish vaqti bilan kompensatsiya qilinishi mumkin. Bunda qaysidir kunga adl olishi mumkin. Bunday holatda ish vaqtidan tashqari ish uchun bir hissa miqdorda haq to'lanadi, dam olish vaqti uchun haq to'lanmaydi. Sizlardan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atroflicha javob beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Har doim sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilaman.